Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'prikka keldik. Ko'prik bitta jarayonda. Mana kuzatilgan ko'prik hammamiz chotki bitta ko'prik. Mana. Yana buni bir ish qoldi. Shuni ustini beton qilamiz xashak bilan. Faqat bir kun. Ertaga hamma joyda anchalik beton qilamiz. Bir kundan yo'l yopamiz, bir kunga. Aziz aka, atasi onam odamlarga. Assalomu alaykum hammaga. Ertaga hashar qilamiz. Erta soat 10 da faqat fermerlar, shopirlar kimni qo'lidan kelsa, endi hashar degan bilan usta solamiz. O'shanga kerakli bir qo'llaringdan kelgancha yordam. Erta mana Bobur aka rais buvoni dachasida yig'ilamiz, kesilaringiz. Shuni ustini istashga qilish kerak, beton qilib. 4 moshin beton olish kerak. Usta puli setga taylash kerak. Shunga yordam, kimni qo'lidan nima kelsa. Mana shu yo'ldan foydalanayotganlar.